98-yilgacha bironta kitobim chiqmagan. Birinchi yo'l bo'lib ketadigan kasblardan ham biri tarjimonlik degan nima bor hozir. Tarjimonlar o'zini o'zi yo'q qiladi. Bitta hikoyam chiqib to'plandi, ilmiy fantastik. 2000 rubl keldi. Ertangi kunda yozuvchilari deylik shuni yaxshiroq bilganlar, buni bilmaganlardan yaxshiroq yozuvchi bo'ladilar. Javlon Jolib O'kmanavarni yozdi. Javlon sir bo'lmasa qancha qalam haqi olgansiz? Assalomu alaykum. Mutolaa loyihasining adabiyotga, ijodga va kitobxonlikka bag'ishlangan mana shu mavzularni qamrab oladigan yangi mutolaa podkastini boshlaymiz. Bu podkastni mutolaa jamoasi tajribali muharrir, tilshunos Orif Tolib, mutolaa loyihasi muharriri Javlon Jolib va kamina adabiyotshunos Sa'dullo Qur'onov birgalikda olib boramiz va podkastimizda har sonida ijod ahlidan, kitobxonlardan mehmonlarni chaqirib turamiz. Bugungi mehmonimiz atoqli yozuvchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Abduqayim Yo'ldoshev. Xush kelibsiz Abduqayim aka. Abduqayim aka, sizni biografiyangiz bilan ilk tanishgan paytlarim o'sha Puankare chiqib, juda o'sha hikoya qo'lma-qo'l qilib o'qilayotgan paytlarida biografiya bilan tanishganman va siz Politexnika institutida o'qigan ekansiz. Va hattoki bir necha yil injener texnolog bo'lib zavodda ham ishlagansiz. Keyin o'zi savol tug'ilgan o'sha paytda. Qanday qilib injener texnolog birdaniga emasdir balki transformatsiya jarayonlari qanday ketgan, qanday ijodkor bo'lib ketdingiz va keyingi faoliyatingizda siz texnolog bo'lib ishlamadingiz. Siz jurnallarda muharrir bo'lib ishladingiz. Shu faoliyat haqida, jarayon haqida. Ko'p so'rashadi. Qisqaroq javob beraman. Endi bizni oila sal adabiyotga qiziqadigan, mehribon oila. Meni bobom o'tgan Yo'ldoshev baxshi degan Qo'shrabotda katta baxshi bo'lgan. Uyimizda do'mbirasi turardi, 11 bolalarni uyda. Qorni o'lgan bo'lsa ham bizga nimadir o'tgan shekilli uyimizda qo'l bola kutubxonalar bo'lardi. Endi birdan kelmaganmiz adabiyotga, maktab payti kim yozmaydi. Birinchi she'rlar, hikoyalar, Tuman gazetasi bor edi. Tuman gazetasi chiqqan, viloyat gazetasida 9 sinfda o'qigan paytim bo'lsa kerak, ilmiy fantastik qissa yozdim Temir Said degan. Gulxon jurnalida chiqdi. Xudoybek To'xtaboyevning Oq yo'li bilan u paytlar endi millionta chiqarmadi Gulxon. Xatlar bosib ketgan. O'ylaganman jurnalistga kiraman deb turib, yana maqolalar chiqib turibdi Tuman gazetasida, viloyat gazetasi chiqib turibdi. Hujjat topshirganman, 2 soat o'qiganman jurnalistikada. Yetgan shu. Biz u payt 4 imtihon bo'lardi. Tafsilotlar aytsam maylimi, qisqaroq. 4 ta imtihondan o'tdik. Mandat bo'lardi. Sizlar davrlarda yo'q-ku. Mandatda familiyani chiqdik, kirdik, chaqirdi, o'tirdik. Mendan baxtli odam yo'q. Tabiiyki, rektor tabrikladi, dekan tabrikladi. Shu uchib ketganda o'tiribmiz katta auditoriyada. Va shunda bir domla chiqib 4 ta familiyani aytdi. Sizlar qo'yinglar dedi. 3 ta yigit, bir qiz shekilli. Qoldik. Sizlar o'tmabsizlar dedi. Familiya chiqdik, o'tmagansizlar sizlar dedi. Endi biz u paytlar yosh bolalar, maktabda o'qigan qishlardan jurnalistlar bu millatning ziyolilari, vijdoni bu yerda aldov bo'lishi mumkin emas. Demak, to'g'ri aytyapti ular deb qaytib ketdik. To'g'ri qilishdi, nimada adashgan bo'lsa kerak, keldik. Ertasi kuni bordim, hujjatni berishmaydi. Fakultetga borsam, o'tgansan deydi. O'tgan ekanmiz, o'tmagansan deydi. Bu yoqqa bir hafta yurdim. Oxirida hujjatlarni qaytarib oldim. Qaytib ketdim. Bu keyin aytishadi, nima shikoyat qilishim kerak ekan? Bu jurnalistlar-ku bular axir, bular halol insonlar bular. Bular qanaqadan bo'lishi mumkin? Yozuvchi jurnalistlar biz uchun millat vijdonida juda katta ehtirom bo'lganda bizda. Yana men qishlardan pochta orqali yuborgan qissamni Gulxonda chiqqan. Bunda qanaqa boshqa ibrat bo'lishi mumkin? Keyin bordim, Tuman gazetasiga chaqirib qolishdi. Bu paytlar biroz musahhdan boshlanardi, korrektorlikdan ish boshlandi. Aytdim, juda zo'r bolalar kirib ketdi, men bilim yetmadi shekilli deb turdim. Keyin Oqoltin tumanini bilasizlar sizlar. Butun universitet paxtaga boradi. Bir qo'shni safxoz deymiz, safxozga jurnalistga keldi deb qolishdi birinchi kursiga. Men endi uchib bordim. Ko'rayim bu baxtiyor bolalar qanaqa qizlar, qanaqa yigitlar o'qiyapti ekan deb turdim. Keyin men borib endi
gazeta muxbirman deymanku. Cho'ponman dedim, mana shu qishloqdanman dedim. Tushgacha paxta terishdim bolalarga. Gapni matbuotga boraman, u paytlar Moskvada jurnalistlar mashhur, bu adabiyotga boraman. Hech suhbatimiz qovushmadi. Kechgacha paxta terishdim. Baribir o'zini xulosa olish kerak odam. Nimagadir kechga borib hafsalam purib ketdi. Shular bilan o'qiymanmi dedimki. Ko'ngilda endi bu. O'sha paytlar yosh gvardiya romanni o'qigandim, shunda yoziladi. Adam jurnalist bo'lish uchun albatta diplom olish shartmi, shart emasmi degan. Keyin o'ylay boshladim. Ya ular meni ahmoq qilyapti, yo haqiqatan savodsiz bolalar bular dedim menga nisbatan. Endi o'zimni odam o'zini o'zi sal baland oladi. Keyin ishladik, bo'limga muxbir bo'ldim. U paytlar tuman gazetasi haftasiga 3 marta chiqadi. 5000 nusxadan. Shanba soni adabiyot sahifasi bo'ladi, bilasiz. Va paytlar Qo'rg'oshin quyulardi. Bosmaxona 40 km Guliston shahrida kunora borib, qop-qora ishchilarga o'xshab terib kelamiz. Juda mashaqqatli ish. Paxta payt har kun chiqamiz, haftasiga 6 marta. Ma'lumot Tuman gazetasi. Tuman gazetasi. Keyin qarasam, jurnalistlarim o'zimga o'xshash odamlar ekan. Muxbir bo'ldim, bo'lim mudiri bo'ldim. Oliy ma'lumotlarda men qo'limda ishlay boshladim. O'ylab qoldim, 5 yil umrimni shunga sarflashim kerakmi? Shu bir yil ishlaganim yetmaydimi shu nazarimda? Mana shu bolalar bilan o'qiydigan bo'lsam, shu qatorlarda, mana shu kabi ishlaydigan bo'lsam, odam o'ziga sal yuqori baho berar shekilli. O'z aniq fanlarga oldindan juda muhabbatim boshqacha edi. Ximiya bo'yicha olimpiadada qatnashganman. Men jurnalist bo'lmasam bo'lmaydi deb keyin partiyaga kirib ketdim. O'qidik. Har qalay noto'g'ri qilmadim shekilli. 5 yil o'qidik bu paytda. Birinchi yil biz u paytlar student qurilish otryadi bo'lardi. To'g'ri kelib qolgan 6 o'lkasiga bordik. Shushining yurti ham. Qaynzor, qadamlar o'lchab chiqdi. Shushin eng yaxshi ko'rganim. Keyin Gorkiyning yurtiga bordik. Minskda bo'ldik, Vilnyusda bo'ldik. Taganrog eng yaxshi ko'rgan shahrim. Chexni yurti. U yerda yurib Chexni sevmasligim imkon emas. Har qadam Chexga chiqasiz. Ko'chada ketyapsizmi? Yozib qo'yilgan. Bu yerda Chexdan falon qahramon yashagan deb, qahramon yashagan deydi. Adabiyot uchun bundan ortiq qanaqa ehtirom bo'lishi mumkin? Aksincha Poltenikada adabiyotga yana ham ortdi. Meni mehrim yana bizda o'sha paytlarning eng katta institutida O'rta Osiyoda teatr bor edi, biz taklif qo'yib berishardi. Paxta chiqqan paytlarimiz har 3 kunda ishonmaslar she'riyat kechasi bo'lardi. Poltenika yigit qizlar chiqib she'r o'qishardi. Usmon Azim mashhur paytlari. O'sha eskidan gap bor ekan, liriklar va fiziklar. Fiziklar foydasiga lirika bosib keta boshladi. O'sha paytlar ko'p narsa yozilgan albatta. O'sha paytlar yana bizda juda ko'p adabiyot ruscha edi, ruscha o'qiganmiz. Ruscha adabiyoti juda ko'p o'qildi o'sha paytlar. Kitob topish qiyin u paytlar, bilasiz. Keyin u paytlar yana sizlar yoshlar bilmaysizlar. Yo'llanma beriladi bitirganingizdan keyin. Borib 5 yil ishlab 500 kerak. Diplomni keyin berardi. U paytlar byudjet degan narsa yo'q, grant. Shu hammamiz o'qiganmiz tekinga. Keyin shu Toshkentdagi zavodga yo'llanma berishdi. Halol 5 yil ishlab berdim. Injener texnolog bo'ldim. Keyin sex boshlig'i, bosh metallurg. Lekin o'sha paytda ko'proq yozish imkoni tug'ilib qoldi, yana ruscha va o'sha qissadan keyin dastlabki hikoyalarim ungacha konvertlarda yuborib turardik gazetalarga. Paytlar shtamp javobda bo'lardi. Faqat familiyangiz yoziladigan, hurmatli misol uchun o'qidik, sizga kitob ko'proq o'qishni maslahat beraman deb javoblar kelardi. Mayli, bu jarayon. Va shu payt Moskvada chiqdi hikoyalarim shu rus tilida. Shu bilan ijodga ko'proq motivatsiya bo'ldi shekilli. Keyin 90-yillar 89-yil birinchi kitobim chiqdi. Keyin o'sha paytlari ochilib qoldi Sirli olam jurnali degan. Dastlab bizga aytilgan Hojakbar shayx bu texnik yo'nalishda bo'ladi degandek, unit texnik degan bo'lar, shunga o'xshagan narsa bo'ladi deganga meni chaqirishdi, endi zavodda ishlayman. 5 yil ishlab bergandim, endi zavoddan bo'shashga ham haqqim bor edi. Keyin shu bilan bu yoqqa ishga keldik va davom etyapti. O'sha ko'pchilik bilmaydi, Sirli olam degan 91-yili ilmiy fantastika, ilmiy ma'rifiy jurnal bo'lgan.
oldingi paytlarda shunaqa qimmatli yaxshi jurnallar bo'lganda. Ko'p fantast yozuvchilar ana shu joyda ijod qilgan. Mahkam Mahmudov bilan ijod qilgan va har safar adashmasam bitta qissa, hikoya, fantastik hikoyalar yozib qo'yib borilar. Albatta. Hozir to'g'ri bunday jurnallar yo'q. Nechinchi yillargacha bo'ldi u jurnal? 2000-yillar boshlab 90'larda chiqqan bo'lsa, 96'da ham chiqdi. Amal taqal qilib 97'larga kelib turib yopildi. Hattoki u mashhur bo'lgan paytlari Silolom jurnalining yonida Qalb ko'zi gazeta ham ochilgandi. Biz ikkalasini barobar chiqarardik, to'ppa-to'g'ri fantastika edi. Biz birinchi hikoyalar Moskvada fantastik chiqqan, birinchi kitob fantastika to'plami o'sha Shayxur Rais. tarjimalaringiz ham fantastikadan bo'lgan. Fantastikadan Bredberdan ko'proq tarjima qilardik. O'sha tanlagan sohangiz baribir fizika, aniq fanlar ta'sir qilganda yo'nalishingizga dastlabki jarayonda. Ayniqsa ilmiy fantastika, fantezi deymiz-ku, o'sha ilmiy fantastikasi tarjima qilgan paytida juda yordam beradi bu. Ba'zan bu nima ekan deb o'ylab qolasiz-ku. Shunga osonroq bo'ladi tarjima qilish ham, tushunish ham osonroq bo'ladi. Juda fantastika mashhur edi o'sha paytlar, ilmiy fantastika kitob topish qiyin edi. O'sha sirlar ham menimcha shu bo'shliq to'ldirdi ancha. Siz mana quruvchi o'sha muhandislar orasidan adabiyotchilar orasiga o'tdingiz. Farqlarni nimada ko'rdingiz? Keyin yana bir savol shuki, qiziqtirgan savol. Endi aynan qiyinchilik yillarida matbuotda o'tgan ekansiz-da. Ya'ni matbuotni gullagan davri tugab boryapti. Qog'oz muammo, jurnal chiqarish muammo, O'tish davri. o'tish davri. Ha, to'g'ri. Bunda afsusam bo'ldimi yo qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Qayta qurish payti juda to'g'ri aytdingiz. Gazeta matbuot birinchi o'ringa chiqib ketdi ijtimoiy hayotimizda bilasiz. Hamma gazeta jurnal o'qirdi. Shu menimcha tirajlar 1 milliondan kam bo'lmasdi. Biz Sirlarni 50 ming tiraj bilan boshlagandik, yetmay qolardik, 100 mingga chiqqandik. Juda bir katta bir o'qiydigan Umid bilan, katta umid bilan boshlangan ish edi. Lekin birdaniga o'sha og'ir kunlar boshlandi. Muhit jihatidan ishlab chiqarish baribir yaxshi zavod, to'g'risini aytaman. Hamma ishini qiladi. Ishlaysiz borib, hamma o'zining ishini biladi, baqir-chaqir bo'ladi, rejani bajarish kerak. Lekin 6dan keyin, soat 6dan keyin bir boshqacha bo'lsa, kitob o'qimasangiz iloji yo'q. Bizning katta kutubxonamiz bor edi. Yana paytlar sizlar bilmaysiz, 12 kilo makulatura topshirardik, talon beradi. Talonni olib borib, navbatga qo'yamiz do'konga. 2 oyda navbatimiz keladi. Shu borib kitobni olamiz, ya'ni pul to'lab olamiz. Shunaqa kitoblar olardik. Bizning injenerlar juda katta qatlamli kitob yig'ardi. Gazeta endi smena o'sha agan yo'q. Ertalab siyosiy dars bo'lmasdi. Maqolalar o'qirlar qayta qurish paytida. Nima bo'lyapti, jamiyat qanaqa bo'ladi. Umuman o'zi qayta qurishda eng katta xizmat menimcha matbuot qildi. Tan berish kerak, shu mustaqillikda ham katta qismi matbuotga tegishli bo'lsa kerak. Lekin keyin o'sha og'ir kunlar boshlandi, o'tish davri boshlandi. Haqiqatan gazeta, jurnallar qog'ozda qiynalib qoldi, iqtisod, do'konlar huvillab qolgan, narsa yo'q. Umuman bir talonlar o'tdi, kuponlar o'tdi, sizlar yo'qmi? O'tish davrida ko'p ijodkorlar, olimlar asosiy kasbini tashab, deylik, o'sha pul daromad olib keladigan kasbga o'tib ketgan, deylik, bozorga o'tib ketgan. Siz o'zingizni zavodda doimiy ishingizni tashab, aynan ijodkorlikka o'tganingiz bir qiziq taqdir ekan baribir. Zavodlar ham yopilgan lekin u paytlar, ha? Zavod yaxshi edi men u paytlar. Bosh metallurg edim. Metallurgiya bo'lsa ishlaganda baribir. Hayotda bir ehtirom bor edi matbuotga nisbatan. U yana qayta qurish payti. Faqat gazeta jurnal o'qiymiz. Kitoblar o'qiymiz. Samizat degan narsa bo'lar, siz bilmaysizlar. Mana bu Sajensin arxivlar gulagini samizat degan narsa bo'lardi. Mana bir chiqargan xira o'qish qiyin. Mana shunga navbatga turganmiz. Zavodda navbat, tezroq bo'l, o'qishimiz kerak deb Krasniy Karusin pushaq o'qiganmiz. Sajensin ham matematik bo'lgan. Ha, matematik o'quvchisi bo'lgan to'ppa-to'g'ri. Va meni zavoddan jurnalga ishga chaqirishyapti degan bir ichki qoniqish bo'lganda, baribir kun qaytishim taxmin qilarim, lekin taklif bo'lib qolgan paytda o'zim xursand bo'lib ketganman, to'g'ri. Bu yerda maosh katta. Bu yoqqa kelgan paytda maoshlar ko'rib hayron bo'lganman. Nahotki jurnalistlar shu maoshga ishlashsa, shu oylikka qanday yashaydi bular deb turib solishtirgan paytda birdan bilinib qoladi-da. Qolgan pulni qayerdan to'lagan hayronman deydi-yu. Chunki bizga orqali ishlab chiqarishda uy beradi, joy beradi. Oylik hissa baland bo'lgan ekanda. 4 hissa edi menda. Keyin 4 hissa oylikni tashab, ijodga, umuman hissasi yo'q ijodga kirib kelgan ekansiz. Chunki u paytlarda baribir
nima hozir ham qalam haqi bo'yicha mustaqillik davrida muammolar kelib chiqqan. Sovet davrida yozuvchilar To'g'ri. boy yashaganini tan olish kerak. Keyingi Boy davrda yashagan qarinchida o'sha Moskvada bitta hikoyam chiqdi endi. Cho'zilib ketmasin gapim. Bitta hikoyam chiqib to'plandi, ilmiy fantastik. 2000 rubl keldi. Pochtadan kelar ekan, karashak keldi. 2000 rubl. Ha, uni Toshkent sotib qo'yaman deb yurdim endi aylantirib. Nima? hikoyaga 2000 rubl. Toshkentda kitobim chiqdi, 738 ming rubl chiqdi-da, mayli. Barakali edi-da. Endi juda katta pul, 2000 rubllar. Keyin birdaniga shu o'zgarishlar bo'ldi, gonorarlar to'lanmaydigan bo'ldi, keyin chiqsa bo'ldi degan fikrga bordik. Keyin kitob bersa ham mayli degan fikrga bordik. Oxiri 5 tagina kitob bersa ham. Shu davrlar o'tdi degan haqiqatdan. Men 98-yilgacha birorta kitobim chiqmagan. Nashriyotga borsangiz, yig'lab borsam ho'ngrab chiq deydi-ku, borib aytsangiz sponsor top dedi. Qayerdan sponsor topasiz? Men birinchi mustaqil kitob haqida kitobim 98da chiqdi shekilli, shu 36 yoshga borgan chiqqan ekan. O'shangacha to'plamlarda chiqib turardi. Abduqayum aka, mana eng yurtimizda o'sha paytda ham baribir nufuzli bo'lgan yoshlik jurnalida ishladingiz. Bunga o'tish qanday bo'lgan? Bu yerdagi muhit qanday bo'lgan? Yoshlik bilan oldin aloqalarimiz bor edi. Biz o'sha Dorman seminarida 88 qatnashgandik. U paytlar endi oldindan hikoyalar yig'ib olinardi, 3 nusxadan 3 ta yozuvchi o'qib chiqardi, bittalab saralardi. Nimagadir shu yaxshi baho olib qolish, Yonir aka, Xurshid akalar o'qishdi, yaxshi deb yoshlikka tavsiya qilishdi. Keyin sabr ishlardi paytlar. Keyin yoshlikda chiqqandan keyin payt e'tirof qilinardi, boshqa nashrlar so'ray boshladi. Bir Oyibona Mehrim bordi, taklif qilib qolishdi. O'sha 95-yillar Sirli olamdan keyin misrlar o'sha yurgan paytini taklif qilib qolishdi. Endi fantastika sal chekilib hayotiy narsa yozayotgan paytimizda voqealar. Keyin bordik, birga ishladik bu yerda, menimcha 16 yilmi? Yoshlikning ham eng qiyin paytlariga to'g'ri keldingiz. Ha, bu paytlar juda Chunki qog'oz. men eslayman, o'sha hattoki joyi ham muammo, ya'ni bir joyda qo'nib topish qiyin bo'lgan, har xil joyga ko'chib yurgan paytlari bo'lgan. Sariq qog'ozga bosardik. Endi o'sha menda hozir bir savol tug'ildi. O'sha qalam haqi masalasi, ijodkorlar boy bo'lishi masalasi yoki daromad masalasi va shu Javlon hayolimga kelaveradi. Javlon ko'pchilikni qiziqtiradi. Javlon Jolib Qo'rqma romanini yozdi va u 100 mingdan ortiq nusxada, qariyb 130 ming bo'lsa kerak oxirgi. U qog'oz nusxasini o'zi hali mutolaada ham eng ko'p o'qilgan kitoblardan bittasi. Shunga Javlon sir bo'lmasa qancha qalam haqi olgansiz? Ayta olsangiz agar yoki motivatsiya bo'lishi nimalar? 90-yillarda ancha uzoqlab ketgan. Hozir yangi davr-ku hozir. Abduqayum aka Toshkent sotib olaman deb yurmagan. Toshkentni sotib olaman deb yurmadi-ku, lekin ko'p narsa sotib oldi. O'zi nashriyotlar qanaqa ishlaydi hozir? Boyagi Abduqayum aka aytgan og'ir davridan keyin o'zizdan o'zgarish paydo bo'ldi. Mana 16-17-yilda keyin o'ylab qolardim-da, mana Abduqayum aka yozmaslikka harakat qilardim. Mana men ham San'at jurnalistika o'qiyapman, lekin bitta o'g'ilman. Oila mas'uliyati bor. Shu hikoya yozaman-da, nima foyda deb yozmayman deb yana 2 hafta, 1 oylab ketaman. Keyin yana yozmasam qanday kasalday bir nimjonday bir kasalvonday bo'lib qolaveraman, yana yozaveraman. Keyin shu qarasa davr o'zgaryapti. Odamlar so'z erkinligi paydo bo'ldi. Menimcha shu, ya'ni yozuvchi uchun so'z erkinligi suv va havoday zarur ekan. Agar uni to'sib qo'ysa, keyin nashriyotlar jonlana boshladi aka. O'zingiz ham bilasiz Orif aka, yangi nashriyotlar, davlatning qaramog'ida bo'lmagan nashriyotlar va Asaxiy Books ochildi. Shunda bir ular taqdimot qildiki, 7 ta 8 ta o'zimizning yo'limiz bor dedi. 5-inchisi dedi, o'zbek adabiyotini chiqarishdi. Keyin men aytdim, shu taqdimotda shu qachondir shu o'zbek adabiyoti bo'lsa-yu, menikini ham bir oxirgi o'rlarda bir chiqarar deb niyat qildim. Taqdir gardishi bilan shu birinchi qo'rqmani tanlashdi. Men bu ikkita narsaga bog'liq deb o'ylayman. Bu so'z erkinligi, ochiqlik, ya'ni xohlagan narsani yozish va taqdim qilish, xatomi
yutuqmi. Va ikkinchisi nashriyotni bir yangicha bir taqdim etishi. Ya'ni kitobni shunchaki chiqarib, uni bosib qo'yish emas. Uni targ'ibot ham qilish kerak. Uni o'quvchilarga yetkazishimiz kerak. Millionlab o'quvchilar bor. Keyin bizda Abduqayum aka, Sardor aka bir yoshlar kitob o'qimaydi, tamom degan bir tushuncha paydo bo'lib qoldi-da. Ya'ni nimaga o'qimayapti? Ularga o'zi kitob boryaptimi? Aytganingizdek, mana men Qamashda bironta yozuvchini yoki bironta kitob do'konini ko'rmadim. O'sha yoshligimda. Bu aslida ularga bormagandan keyin qanday o'qiydi? Shu natijada jamiyat o'zgardi, odamlar o'zgardi. Mana hozir kitob sotuvi ham o'zgardi. Bitta aniq savolda, endi aniqroq javob bersangiz, nima deb o'ylaysiz, bugungi kunda faqat yozuvchilikni kasb qilib ro'zg'or tebratish mumkinmi? Bugungi hozirgi sharoitda kelib chiqib. Men yozuvchi sifatida mumkin deb ishonaman. Ishonyapman. Romantikligim bor lekin deb qo'yaman. Agar ishonmasam o'zimga ham. Chunki agar qarang, siz yaxshi yozib, agar u yaxshi nashriyotga tushib, yaxshi sotilsa, siz bemalol yashay olasiz. U faqat faol ijod qilib, faol Nima haqida aniq aytmagan bo'lsangiz ham gonorar haqida tasavvurimiz paydo bo'ldi hozir bu yerda. Taxminan bu yashashgan bemalol yashaydi. gonorarga yashasa bo'larkan degan xulosa. Biz qarshimiz bunga. Yo'q, men ham Javlonning fikriga barib qo'shilaman, qisman bo'lsa ham. Kecha bitta noshir keldi. Kitoblarni mutolaaga qo'ymoqchi bilan gaplashib qoldik. Noshirni tafakkurida ham o'zgarishlar bor-da. Aytayapti-da, o'zbek adabiyotini qozoqchaga tarjima qilaman deyapti. Qirg'izchaga tarjima qilaman, tojikchaga tarjima qilaman, sotishim kerak. Meni takliflarim bor deyapti. Bojxonada muammo bor ekan. O'zbek mahsulotlarini yoki madaniy meros sifatida qaralar ekan, qanaqadir muammo bor ekan kitobga. Kitobni olib chiqib sotishga muammo bor ekan. Mana shu narsalarni bojxonadan olib tashlash kerak degan taklifni aytmoqchida. Afg'onistonda ham mana Shahriyor Shavkat degan shoirimiz borib keldi. U yoqdagi bolalar aytdi-da, bizga ovqatlar emas, bizga suvlar, xalta tonna guruchlar berasizlar, u juda yaxshi. Lekin biz o'zbek bolalarga eng ko'p kitob kerak debdi. Kitob yo'q bizda, o'zbekcha o'qiydigan kitob yo'q. Kitob bering debdi-da, elchiga ayting debdi. Keyin u elchiga aytibdi-da, "Uka" debdi. Mana bojxonada kamas kitobim turibdi. O'tkazmayapti bu yoqqa. Ya'ni ularni bayas o'tkazmayapti. Shu to'siqlarni olib Yana shuni to'siqlarni olib tashlasa, ya'ni noshirlarimiz faqat mana o'zimizni qamrovimizning bozori emas, kengroq o'ylasa, demak kitob yangi bozorlar kashf qilinsa, deylik, chiqib bemalol sotsak bo'ladi. Chunki nimaga deysiz, masalan, 15 yil oldin ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari diniy adabiyot Qozog'istonga juda ko'p ketardi, Qirg'izistonga juda ko'p ketardi. Sotilganda masalan. Endi u bitta yo'nalish. Deylik, masalan, turk adabiyoti bizga oqib kelyapti-ku, uni hech kim reklama qilib boshqa qilayotgani yo'q. Masalan, ya'ni O'zbekiston uchun biz o'zimizdan noshirlar olib kiryapti. Shunaqa yo'nalishdan ketsa, menimcha bundan hozir bir narsa esimga keldi. Shu kunlarda bir Tadxoch akamiz yozdiki, 20-asrdan to bugungacha o'zbek adabiyotida asosan shu o'zbeklarning hayoti bilan bog'liq bo'lgan va o'zimizga tushunarli bo'lgan mavzular ko'tarilib qolgan, umumiy insoniy bo'lgan o'sha voqea deylik, yo muammoni boshqa bir davrga bemalol ko'chirish mumkin bo'lgan asarlar yo'q hisobi. Balki shunaqa biz oldin yaqin qo'shnilarimiz ichida, keyin chetga chiqadigan bo'lsak, bizni yozuvchilarimiz asarlarida mavzular ko'lami o'zgarar. Faqat o'zbekka, faqat bizga tushunarli bo'lmagan, umuman o'sha boshqa mintaqada ham bemalol tushunarli bo'lgan asarlar ham balki yuzaga kelar. Shunchaki nima bo'lsa ham Abduqayum aka balki bu gapni aytadigan darajada mas'ulman, lekin yozuvchilarimiz haqiqatda shu lokal o'ylaydi. Nimagadir faqat o'zbek uchun yozayotgandek o'ylaydi. Ko'pchilikda shu narsa bor. Hatto o'ylab ko'rmaydiki, bu hozirgi yozayotganim aksariyati demoqchi emasman. Shundaylari ko'p-da baribir. Shu ma'noda o'zi sizda yozayotganingizda
qanaqa bu holat, masalan, kim uchun yozasiz? O'zbek uchunmi yo jahon uchunmi? Bilmadim, o'zim uchun yozaman. Birinchi o'zim maza qilishim kerak o'zim. Chunki Endi Hamma o'zi- to xafa bo'lmang-ku, bir adabiyotshunos sifatida o'zim uchun yozaman deyishni biz oqlamaymiz. Har qanday ijodkor O'quvchi uchun yozadi o'quvchi baribir. uchun baribir yozadi. O'zim uchun yozaman degan gap qandadir menga biroz erish tuyuladi. Baribir auditoriyaz bor-da. Siz boshqalarni nima deydi, kichkina shahzodada bor-ku, sen o'zing o'rgatib qo'yganlarga mas'ulsan degan ma'noda siz o'quvchilaringiz oldida mas'ulsizda. Shu o'rinda bir fikr keldida Abduqayum aka, mana Chingiz Aytmatov xalqaro miqyosda yoza oldi. Sababi nima desangiz, Abduqayum akani Puankarisi ingliz tiliga tarjima qilib Angliyada sotilganda hozir. Ya'ni Abduqayum akani o'quvchi ko'lami balki bevosita, balki bilvosita, o'ngvosita kengayib ketar. Ya'ni Abduqayum akaga Fransiyadan chiqadi, Germaniyadan chiqadi, siz kitobingiz Buyurtmalar beradi. deydi. Buni Aytmatovda Jamila, ya birinchi muallim. Bular kolonial ichki Qirg'iziston boyagilar. sof. Mavzulari. Qirg'iziston hayotiy. Eng go'zal muhabbat Eng- bu yoragan aytdi-da Ha, fransuz. Bu yoraga uni Fransiyaga tanitdi, Fransiya uni dunyoga tanitdi va keyin u ham dunyo auditoriyasini o'ylay boshladi. Ya'ni qiyomat yozdi, asrga tasirlik kun. Ya'ni ular boyagi aytganingizdek bitta mintaqa emas. Niyatni o'zidayoq o'sha jahonni o'ylab yozgan. Bizda esa mana bizda kolonial boyagi tafakkurda qoldikda. Ya'ni bilasizki, hatto u kitob qilib chiqarish muammo bo'lib turgan paytda siz u bechora yozuvchilar u boyagini qanday ko'rish? baribir motivatorlar chiqadi hozir Instagramda. 1 millionni tasavvur qila olmasang, u cho'ntangga tushmaydi deganda, shu jahonni tasavvur qila olmasangiz, jahon o'quvchilarini tasavvuringizga ham sig'masa, yoza olmaysiz hamda. Qachondir o'shaqa darajaga yetishimiz kerak. Ya'ni adabiy jamoatchilik nuqtai nazaridan, keng yozuvchilar nuqtai nazaridan. Dunyoga moslab yozish, dunyoga moslab emas, umuman dunyo darajasida va boshqa degan joyga bir narsa esimga keldi. Buning uchun yozuvchini bagaji ham o'zini bevosita u mutolaa qilgan adabiyotlarni ko'lamiga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Bir narsa esimga kelib qoldi, latifaroq chukcha deb yozibdi endi nimani latifada. Xullas, yozuvchilar uyushmasiga boribdi, mana men roman yozdim. Shuni chiqarishga men a'zo qilinglar yozuvchilar uyushmasiga. O'sha davrda endi. Juda yaxshi debdi. Zo'r qilibsiz roman yozib. Xo'p, Sho'liqda o'qiganmiz debdi. Yo'q debdi. Tolstoyda o'qiganmiz bo'lmasa desa, yo'q. Dostoyevskiy desa, juda bezor qildilaring debdi. Men yozuvchiman, men o'quvchi emasman deb. O'shanda xuddi shu mavzuga o'tsak, mana o'qish mavzusi, mutolaa mavzusiga yozuvchimisiz, o'quvchimisiz deb so'raymiz deyapmiz. Mana Abduqayum aka, siz yozuvchi sifatida shakllanishingizda mutolaani o'rni qay darajada bo'lgan? Qanaqa kitoblar o'qigansiz? Buni yana hammamiz aytsak bo'ladi. Mutolaa platformasi emas, Va sizni o'qish shaxsiyatingiz deylik qanaqa o'zgarib borgan? Oldin ko'p o'qiganmisiz? Keyin orada kam o'qiganmisiz? Qanaqa hozir bugungi kunda o'quvchi sifatida siz qaysi kitoblarni o'qiysiz? Bu va sizni yozuvchilik faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? Endi kitob juda katta katalyzatorda, endi kitobsiz o'qimasdan baribir bir narsa yozib bo'lmas ekan. Bizni baxtimizmi cho'lda o'sganmiz, qora mehnat o'sha qaltinda to'g'risidan boshlab ketmonda ishlaganmiz. Qullardek mehnat, Odil aka aytgan qullar mehnati bizda bo'lgan aslida. Ustimizda samarador sotib o'tgan. Yana otamiz brigadir daladan erta keta olmaymiz. Kech bora olmaymiz. Juda og'ir mehnat bo'lgan haqiqatdan. Unaqa mehnatni men keyin o'sha Odil aka gaplardek ko'zim ochildi haqiqatdan biz shunaqa davrda yashagan ekanmiz deb. Lekin bir baxtimizga qarab oq-qora kunlar o'tyapti, zerikarib, yorug' nur paydo bo'lar ekanda. Qishloq, men kutubxona gapirdingiz-ku. Maktabimizda zo'r kutubxona bor. Kutubxonachi yoshingizga qarab beradi kitobni. Yana ikkita kutubxona bor.
paytda selsava derdik va rabochkom partkomni kutubxonasida juda katta kutubxona bir qishloqda va kitob do'koni bor sotiladigan Toshkentdan chiqqan kitob 3 kunda o'sha yerda bo'ladi va sayz pechat bor har kuni chiqqan gazetlar chiqib turadi jurnallar endi obuna paytlar hamma obuna bo'lardi biz uyga har kuni shuncha jurnal keladi kitob mo'jizasini qarang boshida o'qiy boshladim 5-6 sinflarda kitob o'qib keyin yoza boshlandida men 5-6 sinfda qissa yozib tashlaganmiz darada shu hamma bir soat dam olish bo'lsa daftarda o'tirib yozardim katta bir ikki tilli daftar bo'lardi 20 daftar to'ldirganmiz qissa yozib turib kitob baribir mo'jiza ekanda butunlay o'zgartiradi hayotimizni shunaqa kitoblar o'qish mumkin ular ham xursand bo'ladi borib olinib o'zi 3 ta kutubxona bir qishloqda bir posyolkada 3 ta o'zbek kutubxonasi turkcha kitoblar ham bor va shu oddiy kitob o'qigan paytimizda bir mo'jiza bo'ladi-ku gap qoldi yosh yigitning istiroblarida kichkina kitob qoldi bir romanga ham o'xshamaydi kichkinagina ekan deb olib odam larzaga soladigan kitoblar bo'ladi-ku umuman boshqacha ekan-ku bu uxlab bo'lmaydi buni verterda o'qib tugatib bo'lmaydi hamma eshitib qolgan navbat turishdi dalaga olib chiqqanimiz paxtada verterda o'qiymiz qaytib kelamiz o'qiymiz eng larzaga solgan kitob bizni shu Goethe bo'lgan va keyin boshlandi o'sha undan oldin albatta endi o'sha Gargantua Pantologiyalar va Don Kixotni o'qirdik lekin qalbimizni larzaga solgan shunaqa narsa yozish mumkin degan narsalar mana shunaqa paytlar keyin juda ko'p kitoblar o'qildi musobaqa emasdik lekin kutubxonachilar yaxshi tomoni o'sha kitobni berganda keyin qaytib olgan payt so'rab olardi nimalar haqida ekan yaxshi bo'lgan ekanda va yoshingizga mos berardi men 9 sinfda ham 2 tom bor edi men birgacha bermagan buni o'qima men ehtimol to'g'ri qilgandi deb o'ylayman lekin juda ko'p kitob o'qildi va eng katta baxtim 10 sinfda o'qigan paytimda Abduqahorni o'qib qoldim oxirgi tom bor qora 7-tom edi maqolalar suhbatlar ungacha endi haligi qissa chiqqan Gulxanda viloyat gazetasi rasmlari berib yotibdi tuman gazetasi yozish oson ekan deb yurgan paytimda qahor hayotimga kirib keldi birdaniga bugun qahor haqida hamma har xil gaplar men maqtayman keling shu yerda shu mavzuni ham aytib keting baribir xitmirroq savol bo'lsa ham qahor masalasi juda haqiqatda uni qarang uni o'xshatishlarini qarang maqolalarni qarang men adabiyot mana shunda tushundim kitob o'qib turadi deb tushunsa bo'lar ekan aytadi mana dedi zo'r narsa dedi zo'r voqeani yozishingiz mumkin dedi puflab shishirasiz dedi chiroyli bo'lib turibdi shar dedi bittagina savolni qo'yasiz igna undan maqsad nima dedi olib borsa shar yorilib ketadi dedi va o'sha boshqa maqolalarni adabiyotlarda yoshlar bilan suhbatini odam dilda dardi bo'lishi kerak dilda dardi bo'lmasa sardaftar kavlamaslik kerak aytadigan gap ayta oladigan gapi bo'lishi kerak ayta olgan gapi bo'lishi kerak ekan umuman adabiyot birdaniga ko'z oldimda paydo bo'lgandek bo'ldi qahor tufayli juda ko'p narsalarni o'qib chiqdim bular nimasini tashlab yuborishdi ba'zida yirtib tashladi ba'zida umuman qahor meni boshqacha olamga qaytardida adabiyotga qaytardi deyish mumkin yozish mahorati haqida birinchilardan biri o'zbek adabiyotida qahor yozdi desak o'sha dahshatlarni kechasi qo'rqqanmiz man keyin qabristonga borganman qani men ayol kishi borgan bo'lsa men borolmayman debdi qo'rqasiz o'qiyotgan paytlarida va qisqalikni o'shanda ko'rdim ayrim adabiyotshunos katta yozuvchilar tanqidiy qarayapti-ku u fikrlarga nima deysiz u arzimagan narsa aslida u yozganlari degan o'sha bittasini tahlilini o'qidim endi bu maktab o'quvchisining tarixi qilmaydiku yo'q bu qahorga yetib olsin qahor darajasiga olsin qisqalikni o'rgansin o'tmish ertaklar 10 marta o'qisangiz ham mana yaqinda hatto bugungi kunda ham kerakligini qarang bitta misol cheking yaqinda bir Germaniyada biz o'zbeklar bir oy PR qildi unda aytib berdim Germaniyada nima bor emish do'kon bor emish ochiq turar ekan sotuvchisi pulini tashlab ketar ekansizlar hamma hayratda men yozyapman azizlar o'tmish ertaklar o'qinglar iltimos nima uchun o'qish kerak ekan o'shda yozib qo'yibdi olim novvoy bobom boradi ertalab issiqdan qo'yadi savatga ochlik 10-yillari tashlab ketadi bog' chetiga odamni nondan o'tib chaqasini tashlab ketadi kechqurun olim buva qaytyapti turib havatni olib ketadi chaqani sanab ko'radi ba'zan kam chiqadi o'ylaysiz deydi so'kadi bo'riladi dedi yo'q olim buva aytadiki imonsiz odam paydo bo'lganligidan g'azabga tushadi deyapti pul emas o'zbekda bundan ortiq haykal qo'yib bo'ladimi qarak demak bizda bo'lgan ekan bu narsalar biz keyin mana barigi
narigi Volga bo'yida ochlar kelgandan keyin boshlandi bu o'g'irliklar. Bizni do'konlarda ham qulf bo'lmagan, bilasiz, olib beraman deydi. Do'konlar ochiq qolgan mana. Umuman keyin paydo bo'la boshladi. Azon chaqirganda Hamma ketaverganda ketaverib ochiq qolgan do'konlar, bilasizlar. Biz hatto 70-yillari biz poselkada yashaymiz, daraga ketamiz. Bu yerda kottejlarimiz ochiq qolardi. Devor yo'q edi, ishonasizlarmi? Biz hafta bir marta kelib qarab, shayapay kirmadim deb qo'rqib yana qaytib ketardi. Qulflash degan narsalar yo'q edi. Mana hozir bu 6 metrlik yo'llar. siz o'sha qishloq hayotini gapirib berganingizda shu Lukman Bo'rixon, Jaziramadagi odamlar, shundagi poselka, Xuddi kutubxonalar xuddi shunaqa. juda hayol keldi. Keyin Shavkat Rahmonning bir bog'lar haqida she'ri borda, vatan haqida. O'zbek xarakter boyaga aytganingizdek, o'tkinchi chanqog'in bossin deb atay, buzib qo'yar ekan bog'lar devorini. Ha, atayam. Bundan ortiq. Ya'ni buzib qo'yar, ya'ni nimadir yesingiz savob bo'lsin, Savob baraka bo'lsin, bo'lsin. Va non voqeasi ham shunaqa. O'zbeklarni mana bugun boyagi har xil jarayonlarda tasvirlayapti. Mana televideniya, kino, juda boyagi seriallar, o'ta bir jirkanch mavzularda ham bo'lib ketdi. Shu vaqtda siz kinoga ham ko'p ssenariy yozasiz, ko'p dramalar ham yozgansiz. Mana shu mavzuni o'zbek kinosi, o'zbek san'atini bugungi ahvoli haqida ham bir og'iz gapirib bersangiz. Juda og'riq mavzuda buni juda ko'p gapirsa bo'ladi. Nimaga samarasi bo'lmayapti? Bilasizmi, shu og'ir 90-yillarni gapirdik-ku. Shu sariq matbuot paydo bo'ldi bizda, afsuski. Sariq matbuot paydo bo'ldi haqiqatan. Shu boyagi shu aka singil unaqa bo'ldi, qaynona unaqa bo'ldi, kinoga borib yopishdi degan narsalarni o'sha nashrlar, matbuot nashrlari olib chiqdi. Sariq gazetlar olib chiqdi. O'sha pissa sotuvchilar o'qiydigan bo'ldi. Ular ko'p sotildi. Juda 100 ming tirajlar. 400 minggacha chiqdi. Qarashchi 400 minggacha chiqib ketdi. Va mana shu oqibati kelyapti haligacha. Hozir qog'oz nashrlar yo'q bo'ldi, lekin mana shu o'stirgan avlod seriallar. o'sha Amerika Milliy kutubxonasi direktorining gapi bor. Bugungi avlod uchun 20 yil burungi kitob va kinolar aybdor deydi. Samarasi 20 yildan keyin o'zini ko'rsa. Mana shu oqova kinoga o'tib keldi. Mana bular hozir biz gapiramiz. Shu ijodkor bilan gaplashib, men tadbirkorman dedi. Aralashish haqqim yo'q dedi. Mana hatto tadbirkorlik nima qilyapti bir-biriga. Materiallar qishloqlarda ham ko'rmay qo'yishdi. Bu darajada pastkashlik, bu darajada xalqni sharmanda qilish, bu darajada axloqiy buzuqlikni targ'ib qilish. Men inam ko'radi, endi seriallarni juda ko'p ko'radi-da. Bir kirgan inam oldida suhbatlashaman desa qo'yib qo'yadi. Endi shunga boyagi bo'lgan ko'raveradi. Endi bitta aka, bitta singil kasal. Boyagi bo'yicha ikkita aka bilan uka chiqarib yuboryapti. Hech qanday pulim yo'q bu deb. Endi undalar bordir. Uni qo'ying. Dahshati u singil vafot etganda aka uka hozir deyapti, kirib baqirib yig'lab boramiz. Birov videoga olib turadi deyapti. Bu endi o'ta bir mana badiiy ko'lam his qilmaydigan, keyin qaysi o'zbek masalan singlisi vafot etsa baqirib yig'lab boramiz, aka uka kelishadi-yu, uni videoga tarqatadi. O'ylaydi. Bular qanday yozyapti? Mana keyin shu birikda yozadigan bolalarni ham gaplashdim. Bitta serialiga bitta qismiga falon pul berar ekan. Shu uchun biz inkubatorda ishlayveramiz. Arzimagan pul olish. Arzimagan pul, lekin butun millat bolalar aylanib ketyapti. ChatGPTda yozilgan bo'lsa kerak-da. Yoki tarjima qilishyapti. Keyin bir kuyov xotiniga aytyapti. Sen endi shevada, to'liq shevada bo'lib ketdi endi. Sen qayerga ketyapsan desa, sevgilimni oldiga deyapti. Yo'q, bugun ketma deyapti u. Ya'ni dialog va uning emotsiyasini ko'rsangiz, ya'ni u xotiningiz boshqa sevgilining oldiga ketyapti, o'zbek oilasi. Va u emotsiya ham bildirmaydi. Ya'ni kecha dahshatli endi. Keyin hozir biroz mavzuni o'zgartirsaydi, hozir esga kelib qoldi. Yaqinda bitta roman keldi menga. 15 yoshli bola yozibdi. 300 bet. 300 bet. Qo'ymadi, o'qib bering deb. Keyin o'qiyapman, bir g'alatiroqda.
Keyin bildim bu ChatGPTda yozilgan ekan. 300 bet. Boshqacha biroz to'g'ri kelmayapti, boshqa. Unga qariyb 1 yil bo'lib qoldi, 1 yil bo'lmadi. Ancha bo'ldi-da lekin. Lekin hozirgi ChatGPT yoki Gemini degan sun'iy intellektlar modellari ancha zo'r ishlayapti. Orif aka, mana siz ham tilshunos sifatida ham mahoratli muharris sifatida shu jarayon qanaqa baholaysiz o'zi umuman? Mana to'g'risi mana faoliyatimizda ham foydalanyapmiz. Mana postlar deymizmi, kichik postlar, boshqalarni juda yaxshi yozib beryapti. Oxirgi payt, oxirgi 1-2 oyda ayniqsa balki. Tobora yaxshilanyapti. Tobora yaxshiroq yozib beradi. Lekin baribir hali ham odam darajasida emas. U yozib beradigan narsalar katta ko'lamli narsalarni qiynaladi. Hatto hozirgi eng yaxshi model deganda ham inglizchada qanaqa tekshirib ko'rganim yo'q. Katta matn yozdirib chalkashtirib qo'yadigan holatlari bor. Bular tobora yaxshilanib boraveradi. Lekin hozirgi holatida baribir odam aralashishi kerak. Ijodga ta'siri qanaqa bo'lishi mumkin? Men eshitdim, masalan, yaqinda bitta hozir esimga chiqib qoldi. Yevropada bitta olim maqola yozibdi va aytdiki, o'sha maqolasida hozir o'sha Gemini o'sha nima deydi, PhD darajasida yozgan olimlar qatorida fikrlayapti. Bemalol PhDni yozdirsa bo'ladi degan fikrlarni aytdi. Shoshuv. Ilmiy matnlar umuman ilmiy ommaboproq matnlar yaxshi yozadi, lekin badiiyda juda zaif. Sinab ko'rdim. O'zim muntazam foydalanyapman oxirgi paytlarda. Badiiy matnlarda ancha zaif baribir. Lekin kelajakda baribir rivojlanib ketadi degan fikr bor. Ishonchim bor masalan. Shu bir fikri badiiy matnda zaif deganingiz biz yaqin teskarisini ko'rdikda, shuni aytib ketsak. Ayting. Bir tanlov bo'lib qoldi. Ulug' bir shaxsimiz haqida annotatsiya berish kerak, 15-16 qog'oz kengaytirilgan. Men bu allama juda yaxshi bilan hayotni o'rganganman. U odam haqida qissa yozganman. Qatnashing deyishdi, qatnashdim. Yana bir yosh yozuvchi ham qatnashgan ekan. Keyin natija e'lon qilindi. Butunlay bir yigit olib chiqibdi. Endi juda zo'r yozgan bo'lsa kerak deb. Keyin borib shu allama shuncha yaxshi bilasizmi? Haqiqatan men ancha o'rgangandim, 1 yildan oshib qoldi. Hayot haqida qissa yozgan. O'sha aytdim, sun'iy intellekt yozib tashladi. Sip-silliq o'tib ketganda juri, hay'at, katta nufuzli hay'at biz ikkita ijodga qo'lda yozgan narsani emas, o'sha sun'iy intellekt yozgan narsani o'tkazib berdi. Birinchi o'rinni oldi. Halol bo'lsa qilmashmagi. Demak, u bizni oldinda ekanda. Nima bitta tomoni borki, masalan, bunga dushman sifatida qaramaslik kerak. Yot narsa bo'lmaydi, bizga to'g'ri kelmaydi. Qaytaga undan eng samarali ravishda foydalanish kerak. Ertangi kunda yozuvchilari deylik shuni yaxshiroq bilganlar va yozuvchilik qobiliyati borlar, buni bilmaganlardan yaxshiroq yozuvchi bo'ladi ular. Chunki masalan men ana o'z maqolalarda, ilmiy matnlarda ishlaganimda ko'ramanki, masalan, siz o'zingiz yozib, bitta material bersangiz, nimalarga e'tibor bermadim, qaysi jihatlarda e'tibordan chetda qoldirdim. Yana qaysi narsalarni qo'shish mumkin desangiz, sizni hayolingizga kelmagan, lekin haqiqatan ham qo'shsa, shu narsa boyiydigan narsani aytadi. Ilmiy maqolada badiiy asar aytmayapsiz, to'g'rimi? Hatto badiiy asarda ham. Badiiy asar. Yo'q. Badiiy asarda siz tashladingiz, buni unga vazifa berasiz, rol berasiz. Sen jahon adabiyotini va o'zbek adabiyotini chuqur biladigan adabiyotchisan va muharrirsan. Bu hikoyani sinchiklab o'qib chiq, deylik, qayerda qanday xatoga yo'l qo'yganini ayt, kamchiliklarni ko'rsatib ber. Desangiz, deylik, kamchiliklarni 10 ta kamchilik sanasa, shuning ichidan deylik 6 tasi haqiqatdan ham tuzatsangiz zo'r narsa bo'lishi mumkin. Zo'r narsani topadi haqiqatdan ham. Hozir shunaqa darajaga keldi-da, lekin o'shani sen o'zing yozib ber desangiz, u zaif narsa yozishi ehtimoli katta. Lekin siz o'sha kamchilikni ko'rdingizmi? Hozir bu degani sizga hatto ustozlik, muharrirlik o'rnida ham juda katta yordamchiga aylandi-da. O'sha kamchilikni siz o'zingiz keyin qo'lda to'g'rilaysiz.
qo'lda yozasiz. Baribir sizdan yozuvchilik mahorati talab qilinadi-da. Bu degani men 2019-yil ko'p aytaveraman. Hani akademiya degan platforma bor. Shuni mahalliylashtiramiz deb muharrirlikka chaqirishdi. O'shanda bordim, qarasam Google tarjimon ishlatishyapti. Qaysidir ishga. Men mensimasdim, o'zbekchani yaxshi tarjima qilmaydi haqiqatdan ham. Google tarjimon yaxshi tarjima qilmasdi. Google tarjimon ishlatasizlarmi dedi. O'sha mensimaslik ohangimni ham qo'shdim. Ular endi chet ellarda o'qigan yoki nufuzli joylarda o'qigan, dunyoqarashi ochiq, inglizchani yaxshi biladi, dunyoni biladigan bolalar. Ya ishlatamiz dedi. Google biz do'stimiz dedi. Shu Google biz do'stimiz degan so'z menga juda katta ta'sir qildi. Va undan qanday foydalanish kerak ekan dedim va menga juda ko'p foyda berdi. U Yevropa tillaridan juda zo'r tarjima qilar ekan. O'sha paytda darajasiga-da. Masalan, men ingliz tilidan bir narsa tarjima qilyapman. Uncha yaxshi tushunmadim shu joyga. Rus tilini undan yaxshiroq bilaman. Rus tiliga tarjima qilib olaman. Men bu joyda yaxshi tarjima qilmabman. Hatto mana o'sha paytda bir ish berishdi, bir nemis tilidan tarjima qilingan matn. Men nemis tilini bilmayman. Lekin ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. Haligi nemischa matnni oldim, asliyatini ham berdim. Google ga tarjimaga qo'ydim. Ruschaga tarjima qildim. Va solishtirdim. Orada xatolari chiqdi. Xatolarni tuzatdim yoki o'sha yerda belgilab berdim. Mana shu yerda xato qilgansiz. Katta ehtimol bilan tekshiring. Va keyin tarjima aytyapti, haqiqatan men mana shu yerda xato qilgan ekanman, shu yerda bilmagan ekanman. Bu degani texnologiyaga yot nazar bilan qaramaslik kerak. U sizni yozuvchini o'rnini to'liq hozircha egallamaydi. Kelajakda tasavvurim yo'q. Lekin mana shu ketishda uni yaxshi biladigan va undan samarali foydalanadigan yozuvchilik mahorati baribir kerak. U masalan istagan odam kelib turib hozir siz aytgandek nimaga yozdirtirib yozuvchi bo'lib qolmasligi mumkin. Yaqinda bitta badiiy asar tarjima, professional chet ellik tarjima qilgan. Uni tekshirishim kerak. Ya'ni bitta haqiqiy inglizchani biladigan odam bilan tekshirib taqriz yozish kerak. Keyin hayolimga keldi, Gemini'ning oxirgi modeliga o'shani tashladim tarjimani. Tashladimda original o'zbekchasini ham tashladim. Kamchiliklarni topib ber dedim. Bir dunyo imloviy xato bilan qo'shimcha qarang. O'zbek tilidagi iboralarni noto'g'ri tarjima qilgan topib beryapti. Ibora bo'lmasa, bu yerda bu ma'noda qo'llanilgan originalda, lekin inglizchada bunaqa tarjima qilib qo'ygan deb umuman men hayron qoldim. O'zi birinchi yo'q bo'lib ketadigan kasblardan ham biri tarjimonlik degan nima bor hozir? Tarjimonlar o'zini o'zi yo'q qiladi, chunki biz mana shu modellarni ishlatyapmiz, sun'iy idrok modellarini ishlatyapmiz. Yo'q, men bu yerda noto'g'ri tarjima qildim, boshqatdan qil. Yo, men unga e'tibor ber, qayta unga eslatma beramiz, dakka beramiz va u o'zini o'zi yaxshilaydi, ertaga siz darajangizdagi tarjimonga aylanib qoladi. Abduham aka, endi yana bir mavzuni javob bersak-da. Umuman yozuvchilar ko'p savol berishadi, ya'ni yozuvchilar asarlarni qanday yozadi? Qaysi payt yozadi yoki sizda mana ko'p muxlislaringiz bor. Bu Poincarni o'qigan, boshqa romanlaringizni o'qigan, hikoyalaringizni o'qigan, ya'ni sizni sevib o'qiydiganlar bor. Hech bo'lmasa shu bitta asar misolidan yoki o'zingizni ijodiy laboratoriyangiz haqida bir keyin bizda yosh yozuvchilar bor. Mana endi qadam qo'yayotgan. Laboratoriyangiz haqida gapirib bir tavsiyalar bersangiz juda yaxshi bo'lardi o'zingizdan. Tavsiya bera olmasmiz. Retsept yo'qda. Shunday qil degan hammada individual kechadi, barma o'zlariga o'xshab turin. Bilmadim. Hozir eshitganlarimiz misol arab aholiga solib qo'ydik kasbimizni kelajagi haqida. Chunki yozuvchilik meni nazarimda bir boshqacha bir ilohiyroq kasb deb berardim. Bu xuddi Qahorning gapini aytsak, Qahor aytadiki, dutordik shart biri yig'laydi, biri ikkalasi ham huzur qilmaydi dedi. Siz aytgandek, yig'lagan bo'lsa, yozuvchi ham sun'iy intellektdan huzur qilmasa kerak menimcha. Bilmadim. Yozuvchining nazarimda har bir so'z bir yurakdan chiqishi kerak edi, aqldan emas.
Men o'sha Shuni sun'iy intellekt ajratib turadi. shuning uchun yozdimku sun'iy intellekt yozgan hikoya degan jadda chiqdiku. O'sha nazardan ba'zan infarkt olishib yotibdi ba'zida bilasiz. Ahvoli og'ir Kukarachani yozganda Kukarachani yig'lab o'qiymiz. Men hamisha yurak qonini yozilgan asar desa Kukarachani eslayman. Nimagadir o'zimga. Juda ko'p asarlar yana bizni ta'sir qilgan, lekin mana shu kasal odam shunaqa buyuk asarda yozdi. O'lim bilan olishayotibdir. Ya o'lmas, ularga qizigan maktublarni bilasiz, yig'lab o'qiysiz, to'g'rimi? Bu hech bir sun'iy intellekt to'g'rilayolmasak, to'g'rilagan paytda ham butun his-tuyg'udan mosuvo qilib qo'ysa kerakki, so'zlar to'g'ridir. Ayrim hollarda hatto arzimagan xatolar ham shu qadar singishib ketadi, haqiqat o'rinda qabul qilamiz. Xatolar ham azizda, u boyagi Abdulla Karim ruh bilan yozilgan asar. Sakrabotning Amdaridan deydi. Aslida Sint daryosida bo'lgan voqea. Lekin biz yodlaymiz-ku, Jaloliddin Samani bo'lib Sakrabotning Amdariyada. Biz xatoga qaramaymiz. Biz adabiyotning kuchiga qaraymiz, olib boramiz. Hatto 5-o'rinda Ozgina G'adir Budurlikdek she'r havotis deydi. Ba'zi adabiyotda shu narsaning o'zi ham odam jalb qiladi-da. 100% sirliq narsa. Bu xuddi iskussiyada bari sun'iga o'xshab qog'oz gullar deymiz-ku. Endi o'zimning gapimni ozgina aytib o'taman. yaxshi gaping. Uzoqlarga ko'riladi. Ba'zan oxirgi nuqta kutiladi. Shu pointkari ham juda ko'p haligi kulib aytaman. Bir umr va 3 yilda yozilgan bu asar deb turib. Oxirgi turtki keladi. Juda ko'p gapni aytmoqchi bo'lasiz. Ya meni ko'proq mana o'sha tez e'lon qilishdi. Sun bilan ilishmasdagi sentimental qissam bor edi. Dostoyevskiy ta'sirida yozilgan bu. Juda yaxshi qissa. 6 yil hech kimga bera olmay yurdim-da. Xuddi farzandingiz bo'lib qoladi-ku. Shuni nima qilaman, shuni ber. Buzib chiqarsa nima qilaman? Qisqartib tashlasa nima qilaman deb turdim. Keyin nihoyat 8 yildagi chiqdi shu. Hech kimga bera olmaysiz ba'zan yaxshi asaringizni. Manga ham chiqmaganda yuraverardim, to'g'ri. Chiqqanda yaxshi edi-ku deb turdim. Lekin birovga bera olmaysiz ba'zan. Yo'q, men qisqartirib chiqaraman desa, boshini olib tashlayman, oxirini olib tashlayman desa, o'zgartirish kiritib ber desa, balki shunchaki qizg'anasiz rohida. qizg'anasiz baribir shu. Xuddi birovning qo'liga bergingiz kelmaydigan deb. Bolangiz chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin yuragingiz bir parchasi shu asar turibdi-da. Shuning uchun men sof individual bir jarayon deb o'ylayman va hech chekkadan aralashish mumkin emas bu. Yozuvchining o'zini oppoq qog'ozga yozmaydiz kelishi. Shuning uchun avvalo so'z bo'lgan deyishadi-da. So'z muqaddas va so'zga bugun vosita joy qilmasdan so'zning o'ziga ehtirom bo'lishi kerak. So'z. Biz so'z bilan ishlaymiz. Men hozir o'zimni misolimda aytaman, ehtimol shunaqa avlod paydo bo'lar, foydalanadigan. Aytmoqchi bo'lgan dardingni o'zing yozasan-da so'z bilan. Ehtimol xato ketar, ehtimol bunday bo'lar, lekin bu mening so'zlarimda. Men masalan istamasdim sun'iy intellektni to'g'rilab berishini yoki bunday takomilga yetkazish ishlarini. Shuning uchun bu yaxshi ma'nodaki men yozgan narsamni o'zimcha yozaman-da, o'zim qarab chiqishim kerak bo'ladi. O'zim ko'nib bo'lishim kerak bo'ladi. Men juda to'g'ri aytyapsiz, lekin baribir bitta narsa bor, odamzod uni madaniy hayoti ham, ijtimoiy hayoti ham doim rivojlanuvchi, hatto uni san'atga bo'lgan munosabati ham. Xohlaymizmi yo'qmi, mana globallashgan dunyoda yashayapmiz. Texnika taraqqiyoti so'zsiz juda ham nima va shu jarayonda odamning san'atga bo'lgan, hattoki so'zga bo'lgan munosabati ham baribir evriladi. Biz sekin-sekin allaqachon bu jarayon boshlangan. Qo'lda yozilgan post bilan Telegramda ani bu post farqiga bormaydigan bo'lib qoldik. Boshida farqiga borardik. Hozir sun'iy intellekt shu darajada moslashdiki, hattoki odamdek o'sha hissiyotlarni berishga harakat qilyapti-da. Va shu jarayonda bugun biz shu nima deydi, suvni boshidagi odamlarmiz. Endi men tasavvur qilaman, meni farzandlarim shu axborot makonida o'syapti va ularning didi qanaqa shakllanadi? Tabiiyki sun'iy intellektga mos ravishda shakllanadi. Uni matnlari ularning ongida, shuurida allaqachon nima deydi, shakllangan bo'ladi va ertaga sun'iy intellekt bergan matnni tabiiy qabul qilish holati bo'ladi. Ya'ni ba'zan biz xohlamasak ham, lekin
taraqqiyot hali Puankariyada bor-ku, taraqqiyot joyda qotib turmaydi degan ma'noda. Shu kelajak baribir shunga qarab ketyapti. Men o'ylaymanki, hozirgi ijodkor bo'ladimi, san'atkor, boshqa har qanday kasb egalari bo'ladimi, xohlaydimi yo'qmi, sun'iy intellektni o'rganishi juda ham zarur. Bu katta ehtiyojdir. Bu endi mana umuman ijod bilan, matn bilan shug'ullanadigan odammiz hammamiz. Deylik shunaqa savol ham tuyuladi. Abduhamid aka, siz yozuvchi odamsiz. Umrini yozuvchilikka tikkan. Jamol yozuvchi, Sadullo yozuvchi. Shuncha yozilgan narsa ertaga deylik sizlar qo'rqitmaydimi shuni? Shunchaki sizni o'rningizga odamlar sun'iy intellekt o'qiydi. Sun'iy intellekt kitoblarini o'qiydi. Shuncha mehnat degan qo'rquv bo'lmaydimi? Bir o'y kelmaydimi shunaqa? Jonon, sizda qo'rquv bormi? Chunki mana did Bormi o'zgaryapti, nima deydi? Qabul qilish o'zgaryapti-da. O'zi haqiqatdan qo'rqinchli savol, lekin boyagi bu borada men Abduqayum akani fikriga qo'shilaman. Ya'ni his borki, insonni hissi Individual o'tadi baribir. Individual o'tadi. Boyagi bir kuchli sizda ham oldingizga kelish akademiklar kelib kitob yozdim deydi-da. Ya'ni Ibn Sino haqida roman yozib tashladim. Sen ham bitta roman yozib vahma qilaverasan-da. Mana men 4 ta yozdim deydi. Juda aqlli yozgan. Juda masalan Ibn Sino masalan deb aytyapman. Mana Xorazmiy haqida yozadi. Juda aqlli, hamma joyi to'g'ri, hamma joyi yaxshi, lekin his yo'q. 3-4 adabiyotshunos uni maqtaydi ham, bu qiladi ham, lekin o'sha xatosi kerak menga. Ya'ni yozuvchining xatosi qayerdadir ojizligini ko'rsatishi, qayerdadir u ham odamligi, kamchiligi bilan o'sha roman deb o'ylayman-da. Ya'ni qo'rqitadi, lekin o'sha hisga ishonch. O'zim men o'qib ko'rganimda Elon Muskdan so'ragan ekan, sun'iy intellekt nima qila olmaydi deganda, u badiiy adabiyot yarata olmaydi. Ya'ni badiiy adabiyotning o'sha xatosi ham qiziq biz uchun. Men masalan shaxsan o'ylaymanki, hamma davrda bo'lgan daho yozuvchi bo'lgan, o'rtacha yozuvchi bo'lgan, quyi o'sha deylik sariq adabiyot deymizmi, shunaqalar bo'lgan doim. Endi birinchi o'rinda o'sha sariq adabiyot nimasini bemalol egallay oladi. Sun'iy intellekt bilan yaxshi tanish odam sifatida ayta olaman. O'rtacha yozuvchini ham balki yaqin 5 yilga egallaydi, lekin daho yozuvchini baribir, ya'ni sohangiz zo'r bo'lsangiz, o'rningizga kela olmaydi deb o'ylayman. Sun'iy intellekt his qila olmagan, o'yla olmagan narsani yozish majburiyati qoladi. Ha, raqobat kuchayadi deb o'ylayman. Raqobat. Mana sun'iy intellekt bazasi nima ekan? Bazasi shu paytgacha yozilgan asarlar, adabiyotshunoslar. Lekin siz hali yozilmagan narsani his qilasiz. Ma'lumotlar bazasida unda asosiy. Sizni miyangizda Yangi his. o'sha oq oltindagi bitta momo haqida yozish boyagiz bor. Momoning taqdiri bor. Uni siz yozasiz faqat. Sun'iy intellekt emasda. Keyin menda ham bitta savol paydo bo'ldi-da shu o'rinda. Mana Puankari qismati. Puankari qissasidagi qahramon qissasi. Mana Orif aka, Sadul aka, mana shu umrimiz, mana bizni vaqtimizni o'g'irlash jamiyatda yashaymiz-da. Mana oila ko'p o'g'irlaydi, tanish bilish, to'yga kelmaysanmi deydi. Ya'ni biz shuni chirmog'ida yashayapmiz, Orif aka. Mana o'zbek jamiyatidagi urf-odatlarimiz juda go'zal. Gohida esa bu bizni katta maqsadlardan chalg'itib qo'yadi. Shu haqda fikringiz qanday? Masalan, biz ularga yo'q deyishimiz kerakmi? Yoki roman yozishimiz kerakmi? Yoki kashfiyot qilishimiz kerak? Nega bizda kashfiyotlar, texnika sohasida kashfiyot yo'q? Nega bizni adabiyoti, biz ham boshqa sohamiz ham, ya'ni biz bitta sohaga uzoq vaqt fokusni qarata olmayotganmiz. O'sha Puankari qissasi, o'sha hikoyasidagi qahramon qismatini biz ham yashamayapmizmi? Yoki Abduqayum aka, siz o'zingizda shuni his qilasizmi? Ya'ni qayerda sizni vaqtingizni o'g'irlaydi? Kimlar vaqtingizni o'g'irlaydi? Bu juda ko'p. Vaqtingizga achinib ketasiz ba'zan. Endi juda yumshoq aytyapsiz, bu aslida o'zi anchada 100 yildan burun jadidlarning o'sha bizni kemirguvchi illatlar ikkita to'y bilan maraka degan o'sha payt aytilgan bu hali ham aytilyapti.
bir g'alat xalqmizda shu yuz xotir andisha, keyin shu bir narsa bo'lsa darrov qadriyatlarimizga yopishib olishadi. Biz to'y haqida bir tanqid berganimizda biz milliy qadriyatlarimizga qisqa hujum qilyaptilar deb ancha to'polon qilishgandi. To'y qilsin, lekin hech kim to'y qilsin demaydi, lekin bu darajada emas. Hozir ham qishloqqa borsangiz qancha ezilib qaytamiz, odamlar faqat to'y bilan ma'rakani gapirishadi. Hozir endi Kret degan bola chiqqan, anchadan kirib ketdi. Keyin men shu 88-yil Dormonda qatnashgan bo'lsak, yosh ijodkorlar seminarida juda ko'p talantli yoshlar bor edi-da. O'sha paytlar 25 yoshlar bir qissa yosh katta gap edi u paytlar. Qissa yozgan bolalar bor edi. Keyin hammasi yo'qib ketdi. Hammasi qolib ketdi. Tirishlik tashvishlarda. Bu faqat adabiyotda. Boshqa sohalarda ham. Bizning qahramonimiz bankir albatta matematik bo'lish shart emas. Bilasizki, endi yozuvchidir, ehtimol, rejissyordir, rassomdir, kompozitordir. Lekin o'sha ikkita illat biz oyog'imizdan tortyapti-da. Qo'yvor nabirangni otajonim shart dedi Abdullakada. Yo'qsa biz uzr gapingiz bo'ldi. Mana Shukur Qurbon haqida bir maqola yozdim, Til va adabiyot ta'limi jurnali. Shukur aka shunday fikrlar ketdi. Ya'ni Sovet davrida va o'sha uzoq o'zbek tarixida KGB qila olmagan ishda, ya'ni iste'dodlarni xotinlar amalga oshirdi. Ya'ni butun bir tuzum qila olmagan ishda o'sha iste'dodni o'ldirish. Ya'ni uni o'sha tirikchilikka tashlash, bu qilish. Ya'ni sizda asaringizda ham o'sha muammo ko'tarilgan. Ya'ni ayol kishi jiddiy ta'sir qilgan. Agar u turmush o'rtog'i yaxshi bo'lganda deb o'ylaymiz dedi o'quvchi sifatida. U o'sha kashfiyotni qilardi. Keyin maza qilishsa bo'lardi. Ya buyuk odamlarning ortida buyuk ayollar turadi degan gap bor endi nimada. Shundan hozir bir narsa esimga keldi, Abduqayim aka. Tuankeri ham shu ayol qaynona va orzu havas masalasi. Yana bir hikoyangizda endi nima qilaman deganda ham ayni shu manzara bor ekan. Ayol, uy masalasi, orzu havas masalasi. Masalan, shunaqa parallel manzaralar bo'lishi ikkita asaringizda bu yozuvchi sifatida sizni qanoatlantiradimi yoki qanday qaraysiz shunga? Takror bo'lib qolmaydimi bu? Ba'zan bir voqeani eshitib va ko'rib ta'sir qilib ketadi yuragingizga. Og'riq. Bu juda ko'p voqealar bo'lgan, ko'rgan, o'sha yer sotib olgan ham qo'shni emas edi. Ko'ryapsiz ahvolni, tamom bo'lganda endi bu odam o'zini o'ldirib qo'yam deb qo'rqasiz, borasiz, qaraysiz. Sizga ham yig'iladi-da baribir. Nimadir yozib bo'lsa ham bir nima ozgina odam o'zidan bug'da chiqarib olishga, par chiqarib olishga bo'ladi, ba'zan shunaqa narsalar bo'ladi. Keyin o'ylab turib hayotimizni shunday uchun bo'lsa bir kishi o'qir. O'qimasa ham o'zimcha yozib qo'yishim kerak degan narsalar. Chunki boya aytganingizdek yozuvchi, bilmadim, men hammadan har xil ketsa kerak. O'zi eng katta mukofot olib bo'ladi qachon o'zi yoqtirgan asarni yozib bo'lsa. U oldi mukofotni bu. Chunki o'ziga asariga yoqdi. O'sha mashhur gap borki, Ayda Pushkin, Ayda Sukinsin deydi. Men shuni yozdim deydi. Ehtimol chiqmasam olib qo'yadi. Qolib ketar ham, hamma so'kar ham, lekin u keyingi taqdiri juda birinchi o'ringa chiqmaydi-da. Yozdingiz, mana o'zingiz qayta o'qiysiz ba'zan o'sha bankadan bir xattishga bormaganman, o'sha Qozoq akam gaplashdik, keldik. Oxirgi tochka nuqta berildi-da. Soqollar o'sib ketgan. Ishxona ba'zan yaxshi-da, indamaydi kelmasangiz ham. 8-kuni men chiqib turib bo'ldi, tugatdim. Kechqurun o'qib ko'rsam yaxshi. Juda ko'zimga yaxshi ko'rinib ketdi. O'zim ko'rinib oladigan darajada endi necha yil tayyorgarlik ko'rilgan, qilingan va hatto chiqmaganda ham to'g'ri qiynalardim, lekin yozdim-ku degan narsa birinchi mukofot o'zingizda bor-da. Mana shu mukofot uchun, mana shu ilohiy lahzalar uchun o'shanda bor-ku. Xudo shunday lahzani bergan-ku men uchun. Men shuni berdik, shuni yozdim-ku degan bir mana bu yerda ozginagina qanoat bo'ladi-da. Yozishning eng katta baxti mana shu. Bu vaqt hech kimga bera olmaydi. Hech qachon sun'iy paydo bo'la olmaydi. Chunki bari ko'ringiz sezib turasiz, mana asarim o'xshamadi. Men masalan o'sha Parim bo'lsani yozgandim men. Naqadar xursand bo'lganman. Balet, Moskvada turganmiz 6 soatlar navbatda katta teatrga kiramiz. Kira olmaganmiz, Satraya teatriga kirganmiz keyin. Bu qanaqa bu
insoniy san'at deb turib o'rganib turib, balet o'rganib, haqiqatda shuni yozib chiqqan paytda hech kim bosmaganda bari xursand bo'lib yurganman. Men yozdim buni degan narsa. Yozuvchi mana shunisi bilan menimcha boshqalar jihatda shunisi bilan sal o'g'riroq bo'lsa kerak deyman. Abduqoyim aka, endi sir emas, endi katta avlod yozuvchisi bo'ldingiz. Yosh nuqtai nazardan qarasak, endi biz o'sha talabaligimizda o'sha yillari yoki Sharq jurnaliga endi ishga kirgan paytlarim o'rta avlod 50 yoshli yozuvchi edingiz. Endi hozir katta yosh, ulug' yoshga qarab ketilyapti. Nima demoqchiman? Endi eng yosh avlod yozuvchilarni ham kuzatib o'qib borasizmi? Fikrlaringiz qanaqa? Balki nomlar aytarsiz. Biz kuzatishga ba'zan majbur bo'lamiz, chunki seminarlar bor. Ular ko'p chaqirishadi. Bunisi bo'lmasa bunisiga borasiz, keyin uchrashuvga borganda ham odatda mana buncha o'rozma berib yuborishadi. Eng qiyin albatta lotinda kelgan matnlar bo'ladi. Shuni o'qish kerak yoki zomin seminarga borganda ham nasr bo'yicha ko'p harakat qiladi. Ba'zan dramaturgiya bo'yicha. Endi izlaysizda baribir. Bir yil tetib qolsa bir 3 kun. Shu bekorga kelmadim, davlat puli bekorga sarflanmadi shuncha paytlar. Iqtisodchiman, bu tomoniga ham qarayman. Pul milliard solib kelish kerak, ma'naviy ko'rinishda deb turib. Umuman olganda ko'nglim to'lmaydi, to'g'risini aytaman. Juda ko'p tanqid gapiraman, shuning uchun ochiq ham aytaveraman, sizlar bekor kelibsizlar. Ehtimol talantali molni tayyor yurgandir deb turib. Lekin yilt etgan narsa bo'lsa darrov olib kelaman. Qarayman shu turib, iloji boricha. Endi ismlarni aytib o'tgayli, chunki juda ko'p dramaturgiyadan borganga juda ko'pni qaytarganman. Bir yigit topib oldim. Kamtargina o'tirganda, kechqurun o'qiyman da materiallarni ko'rdim. Nimani o'qigansan deb turib. Balada yana narsa yozgan. Chunki Google'dan aytaman. Toshkent viloyatidan men ismini aytmay qo'ya qolaman. Hayron bo'ldim keyin ertalab gaplashsam, ancha o'qigan, tushungan, kamtargina bola ekan. Darrov kitobga tavsiya kitobi ham chiqdi. O'zim so'z boshi yozib berdim. Yaxshi o'qib ketar. Keyin kinoga borgan payt alohida mana buni multfilm qismlaring bo'lar ekan, mana qisqa metrajli film qilar ekan. Biz tavsiya qilamiz faqat. Endi u qaror yo'ldan qabul qilinadi. Lekin bekorga borib kelmabman-ku degan bir fikr paydo bo'ladi. Keyin sizlar mana qanchasilarda tanqid qilardim. Zominga borganda bularni aytadi. Bitta shu bola kutubxonada ishlaydi, shu kitob o'qiydigan bola boshqa hech kim o'qimaysan deb turib intervyu bergan, televizorga ketib qolgan bu yana. O'qigan avlod bilinib turadi. Juda ko'p o'qimagan, juda ko'p besavodlar. Men juda istayman asarni o'qib turib, yarq ketib ketsa-da kechasi uxlamasam. Izlasam shu avtorini. Ertalab turib hammadan suyunch olsam, men uchun baxt emasmi bu? Talantni kashf qilish turib. Ko'plari boya aytgandek tavsiyalar bilan kelishadi. Talab qattiqroqmi? Men o'zim istagan darajada qilgan. Sizga birinchi o'rin beruvdingiz, bunda o'sha oxirgi 5-6 yilda ham yosh yozuvchilar tomonidan ancha narsa yozildi. Bir nechta romanlar sanash mumkin. Qanaqa munosabatingiz? Hozir men o'ziga xos baribir yangi avlodda yangi tendensiya, yangi qarash. To'g'ri, ko'p aytishadi, biz aytaman, bizlar endi konservativ bo'lib qoldik. Hali qahor bari yaxshi gaplar borda, asab turaversa haziga o'xshab tam o'xshadi dedi. Kutubxonam alohida faqat klassika. Men Buzrukning ko'zini dirildab nimaga o'qimasam bo'lmaydi. Dostoyevskiyni o'qimaslik mumkin emas. Endi bizga rus tilidagisi, ayniqsa Karamazov ruschasini o'qiyman. Aytdimki, o'zim uchun tarjima qilib ko'rganman. Buyuk inglizator bobini. Shuni tirik odam yozganmi deb hayratlanib ketasiz ba'zan. Bugungi yosh avlodlarda ko'pincha olib kelishadi. Men iloji boricha kirilcha olib kelinadi deymiz, chunki vaqtincha lazzat ola olmaysiz. Hatto o'qidim yo'qmi degan narsa birinchi planga chiqib ketadi. Lekin yarq etgan asar keyingi paytlarda chiqmadi. 3 ta qissa o'qib chiqdim. Yanvar oyida. Ismlarini aytmaylik. Bir viloyatdan bir qiz, bir katta asari bor ekan. Endi olib kelganda umiddaman o'qib chiqasizda. Ko'nglim to'lmadi deyman-da. Men bir katta noshir bo'lmasam, katta jurnalda ishlamasam, buni bosadigan. Bu qo'limdan kelgan mabodo ma'qul bo'lib qolsa, tavsiya yozib beramiz. Proza kengashiga shuni jurnallarga. Menga nimagadir
ruscha tarjimalar ko'payib ketdi. Hozir olib qaragan bo'lsa, Brownning asarlari ham Shunaqa, turibdi, shunaqa. rus turibdi. Tarjima asar Faranga- juda ko'paydi. Ha, Bredberining ham yaxshi tarjimalari Shunda bo'ldi. sun'iy intellekt baribir hissasi bor. Oxirgi Hissasi bo'lsa paytlarda kerakku. tarjima asarlar ko'paydi. Lekin Bredberining tarjimasi yaxshi ekan. Men ruschasini o'qidim, Faranget bo'yicha bu paytlarda. Tarjimasi yaxshi. Yana bitta yaqinda asar o'qidim. Tarjimasi rasvo ekan. O'qib bo'lmaydigan darajada nozak teman yoziladi. Endi har xilda. Men baribir klassikani ko'proq o'qiyman. Keyin meni bitta savolim bor. Javlon, mana siz yaqinda bolalar kontent rivojlantirish markazida grant e'lon qilindi. Unda nominatsiyada g'olib bo'ldingiz. Men o'ylayman, bu mana u kutilmagan hodisa grantlari paydo bo'lishi aslida. Kitob yaqinda tashkil qilingan kitob Ha, jamg'armasi ham kitobxonlik grantlar jamg'armasi ham kitoblar beradigan. beryapti. Va mana hozir baribir xohlaymizmi yo'qmi o'sha moddiyatga borib ko'p narsa taqaladi-da. Hozir yozuvchilari ko'pi, endi biz boya optimistik gapirdik, ijod qilib ham yashasa bo'ladi. Ko'pchilik bunga ishonmaydi. Albatta qaysidir kasbda bo'lishim kerak deydi. Men ham Lekin ishonmayman. ijod shuki, yozuvchilik shunday kasbki, mana o'zimiz ham kitob yozamiz. Nima deydi, fokusni shunga to'liq qaratmasangiz, u bitta kasbda. Mana grantlar nima beradi, Jalol? Rahmat, zo'r savol berdingiz. Umuman grantlar dasturiga dunyo allaqachon o'tgan. Faqat bizda mana o'sha bizda adabiyotimiz, mana Abduqayum akalar nega bu fikrga keldi? Nega ishonmaydi? Chunki o'sha oxir yillarda ko'rdi. Gonorarlarda sadoqat yo'q. o'zi yo'q, tagi O'zi yo'q. sadoqati yo'q. Mayli, o'zi ham yo'q. Bu oylik xotin gonorari degan anekdot bor. Bir narsa 2 dona kitob bergan. Roman bas 2 dona kitob bergan. Mana O'sha nima uchun bu gohida davlatning, gohida nashriyotlarning o'sha yozuvchilarga bo'lgan rag'batlari kamayib ketganligida. Lekin dunyoni ko'rdik, ko'p festivallarda qatnashdik. Butun dunyo grant dasturiga o'tib ketgan. Ya'ni davlat bizga hozir masalan adabiyot uchun beradigan pulini yozuvchilar uyushmasiga berayotgan pul bilan hisoblaydi. Masalan, yozuvchilar uyushmasiga qanchada pul beradi va men adabiyotni shu bilan yopayapman. Aslida butun dunyo adabiyotga har yili davlat grantlar ajratadi. Ya'ni kinolar ko'p mamlakatda qoplamaydi. Kino ham doim davlat ko'magida turadi va adabiyot ham. Adabiyot ham davlat ko'magida. Davlat qanday? Ya'ni har yili grant e'lon qiladi. Bu grantlar nashriyotlar uchun, yozuvchilar uchun. Ya'ni mana Bookers mukofotini 2-3 yildan beri Irlandiya yozuvchilari olyapti. Nima uchun Irlandiya yozuvchilari olyapti deb savol berdilar. Sababi bizda dedi, mana shu grant dasturlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni siz hozir bizda mana hozir bu yil chiqdi kitobxonlik jamg'armasi. Ularda endi avvaldan bor. Ya'ni siz aytasiz, ularda juda yo'lga qo'yilgan. Siz bankka borasiz. Bankka borib, loyihangizni ko'rsatasiz. Mana men Xuddi biznes planga Ha, o'xshab, biznes planga rejaga o'xshab. Mana sizga o'sha yarim pulingizni subsidiya qilib beradi. Mana sizni 1 yillik vaqtingiz qancha? Oyiga 20 milliondan bo'lsa, 1 yil 240 millionning yarmini beradi. 240 million deyapti, 120 million berdi. Kitob yozib bo'lganingizdan keyin yana 120 million beradi va siz kitob sotuv boshlangandan keyin kitob sotuvidan tushgan 120 million qaytarasiz. 120 million emas. Ya'ni sizga 120 million kitob yozganingiz uchun davlat grant o'zi qoplab beradi. Irlandiya hukumati 120 million qoplab beradi. Endi bu yangi asarlarning yozilishiga turtki bo'lyapti. Va adabiy klublar deydi. Ya'ni biz mana xuddi mana hozir suhbatimiz ham adabiy klub. Adabiyot haqida suhbatlashamiz. Kutubxonalarda maxsus xonalar qilingan, ya'ni ular doim ochiq turadi. Masalan, bugun biz Abdulla Qahhor haqida bahs qilamiz, masalan, yoki Abdulla Qodiriy haqida deb o'sha yig'illar ekan. Endi bu bizga afsuski juda kech kirib kelyapti, lekin kirib kelyapti, Xudoga shukrki. Mana bizda Yoshlar agentligi bo'yicha bu mas'ul kitob jamg'armasi tashkil etildi. Bu jamg'arma aprelda mana Abduqayum aka, siz ham ishonasiz yaqinda bunga. Ya'ni gonorar bilan yashash mumkinligi, ya'ni bunga topshirsangiz 3 ga bo'lingan bu grant.
mana hozir tomoshabinlar uchun ham qiziq bo'lishi mumkin. Bu birinchisi bolalar adabiyoti, tarjima adabiyot, keyin kattalar, professionallar yozuvchi. Professional yozuvchilar uchun. Professional yozuvchilar uchun qanday? Oyiga 20 milliondan gonorar to'lanadi va yozuvchining 1 yillik yoki 6 oy kitobiga qarab vaqti sotib olinadi. Ya'ni siz 6 oy davomida o'sha romanni yozishingiz uchun sizga 20 millionlik haq to'lanadi. Siz romanni yozib topshirishingiz kerak. Romanni chop etish, uni targ'ibot qilish endi o'sha jamg'armaning hisobidan bo'lyapti. Va bolalar kontenti markazi ham xuddi shunday qildi. Ya'ni birinchi marta O'zbekistonda tanlov e'lon qildi. Shu paytgacha tanlovlar yozilgan asarlarga bo'lardi. Ya'ni hamma joydan yozgan asarlar keladi, uni 10 ta odam ko'rib saralaydi. Bu degani avval yozgan odam yozadi. Endi tanlov e'lon qilgan, sen yozmoqchi bo'lgan asaringni ayt va senga biz grant beramiz. Grantni oqlasang, mana 1 yildan keyin yana olasan. Agar oqlolmasang, senga grantlar yopiladi. Ya'ni va boyagi ham bor ularda Irlandiyada, agar siz romanni 1 yilda yoza olmasangiz chi degan savol. Agar siz 1 yilda yoza olmasangiz, uni to'laysiz majburiy ijro orqali. Ya'ni uni mexanizmi shakllangan va bu grant dasturga o'tishimiz kerak. Va men o'ylaymanki, yozuvchilar uyushmasi ham hatto bu bo'yicha ishlash kerak. Ya'ni o'zini asosiy e'tiborini mana hozir yozuvchi uyushmasi ham tayyor kitobni chiqarishga sarflaydi. Ya'ni nashriyot vazifasida qandaydir mana bu funksiyani o'zgartirib, yangi asarlarga fokus qaratsa, mana Nasr kengashi, She'riyat kengashi, shunda ularda ahamiyati ham oshadi deb o'ylayman. Ya'ni tayyor asarni muhokama qilish emas. Endi mana bu bolani qo'ldan keladi, siz aytsangiz, mana dramaturg kengashi. Shunga 1 yil vaqtini pulni beraylik. U yangi drama yozib kelsin. ijtimoiy buyurtmada bular. Ha, ijtimoiy buyurtma. Uni o'zingiz tanlaysiz. Sizga hech kim mana bu mavzu yoz demaydi. Lekin Shunisi qiziq. boshlanishida bari ijtimoiy buyurtma, men o'ylayman, yaqin kelajakda nashriyotlar shu vazifani oladi deb o'ylayman. Amerikada shunaqa. Alla, masalan, sizga oldindan buyurtma berib qo'yadi. Yillik haqingizni to'lab qo'yadi. Buning uchun mana shu ijtimoiy buyurtmalar bozorda shakllanishiga, kengayishiga turtki bo'lish kerak-da. Falon mavzuda hech kim yoz demaydi. Siz o'zingizni loyihangizda, men masalan shu giyohvandlik mavzusida yozmoqchiman deb loyihangizni kiritasiz. U tasdiqlansa sizga boyagi beriladi. U o'sha bozor shakllanishi juda muhim narsada baribir. Bu grantlar ham kerak. Lekin bozorda shakllanishi ham juda muhim. Nimaga masalan Javlon gonorar oldi yoki siz gonorar oldingiz? Ma'lum bir vaqtda hech kim gonorar olmagan paytdan keyin nimaga oldi? Chunki kitob sotilyapti, uni xaridori bor, noshir foyda ko'ryapti va foydasini bir qismini sizga beryapti va yangi asarni menga olib keladi degan nimasi ham bor uni. Niyati ham bor. Mana yaqinda shu Chorsuvdagi kitob magazinlarida aylanib xursand bo'ldim. Oldin boshqa asarlarchilar uyushmasi bo'lgan joylar yoppasiga kitob do'konlariga aylanib ketgan va kitob markazi. odam ko'p. Doimiy xaridor bor-da, bu degani o'quvchilar ham ko'payyapti, potensial xaridor bor. Bu shu jarayon kengroq miqyosda agar davom etsa, yozuvchilarimizni ham yaxshi asarlari ko'payadi. Men katta noshir bilan gaplashdim shu jarayonda, aytibdi, juda katta o'sish bor. Nashriyotlar ham ko'payib ketdi-ku, xususiy nashrlar ko'payib ketdi va daromadi yaxshigina ekan. Faqat ular mana shu soliq imtiyozlari masalalarini yoki haligacha o'sha do'konlarni soliqlardan ozod qilish yoki ijarasiga subsidiya berish masalalarini umid qilib turibdi davlatdan. Chunki o'zi umuman ko'p davlatlarda ham kitoblarni soliqdan imtiyozi bor ekan. O'shani bizda ham ko'paytirsa, menimcha yana ham rivojlanib, kitob sohasi ommalashib, o'zi hozirgi kunda yoshlari kitob o'qish darajasi menimcha ancha yuqori. Biz talaba bo'lgan paytlarimizga nisbatan ham juda yuqori. Chunki avvalambor tafakkur tarzida o'zgarish sodir bo'ldiki, ya'ni o'qimasak ham biror bir ish qila olamiz degan tasavvur bo'lardi yoshligimizda. Hozirgi yoshlarda shu tasavvur yo'q. O'qimasam odam bo'lmayman degan tasavvur borda, ya'ni
raqobat, mehnat bozorida raqobat katta, o'qiganlar yaxshi ko'nikma bilimga ega bo'lganlar yaxshi kasb egallayapti. Shu ma'noda ham o'qilyapti. Keyin bitta masala, biz faqat badiiy adabiyot haqida gaplashdik. Aslida podkastimiz umuman kitobxonlik haqida, kitobning turi ko'p. Mana badiiy asarni oxirgi paytlar mana jog'lim men badiiy asarni o'qishdan kichik tanaffus oldim. Mana oxirgi paytlarda Asaxiy Books'ni o'sha shaxsiy rivojlanishga doir, psixologiya doir yoki mana Farovonlik paradoksi degan kitob juda yoqdi, yoki startaplar haqidagi kitoblar, yoki tarix mana Amir Temur haqida Pir nashriyoti. Mana shunaqa kitoblarni nimagadir qiziqib qoldim. Ko'proq o'qigim kelib qoldi, chunki qandaydir o'zimda bo'shliq his qildimda. Ya'ni hozir bitta men muammo ko'rardim. Tanlov qilinsa ham, tanlovga kitob tavsiya qilinsa ham 50 ta faqat badiiy adabiyot yoki biror bir tanlovdami boshqadami uy vazifasi ham badiiy. Dunyo badiiy adabiyotdan iborat emas birinchi navbat. Hamma ko'nikmalarimizni o'zim endi adabiyotchi bo'lsam ham xafa bo'lmasin. Hamma ko'nikmalarimizni ham badiiy adabiyot shakllantirmaydi. Mana shu tafakkurdan chiqib ketishimiz kerak. Chunki 90-yillarda, 2000-yillarda biz kitob deganda badiiy adabiyotni tushundikda ko'proq va nashriyotlar ham faqat badiiy adabiyot peshadi. Yaxshi, hozir ilmiy ommabop nashrlar ko'paydi. Mana men kitob loyihasi juda yaxshi bo'ldi. Mana shu narsalarni ham inobatga olish kerak deb o'ylayman. Mana Abduqahhor akaning o'zlari fizika yo'nalishida o'qiganlar. Bu bir yozuvchi akamizdan eshitgandim. Rauf Parfini misol qilib aytganida, agar yaxshi yozilgan bo'lsa, undan nimadir olish mumkin bo'lsa, har qanday kitobni o'qish kerak deb, shu dehqonchilikka oid kitob bo'lsa ham o'qib o'tiradi. O'qib, yangi narsa beradi-da. Badiiy adabiyotda albatta o'zining o'rni bor. Lekin bunaqa ilmiy, ommabop adabiyotlarni albatta o'qish kerak, chunki sizni qarashlaringiz, tafakkuringiz dunyo bugun qanaqa qurilgan, o'zi dunyo qanaqa, qayerga qarab ketyapti, bu haqida bir yaxlit tasavvur beradi-da kitob baribir. Aka, ayrim yozuvchilar juda qotib qolgan his qilasizda. Ya'ni hozir ham kolxoz haqida. Ya'ni u davrda 80-yillarda o'zini o'zi takrorlab ham qo'yadi. Salaflar yozgan, o'zi e'tiqod qilgan ustozlar yozgan mavzularni u yana yozaveradi. Shunda boyagi aytadi-ku, yerda almashtirib ekish kerak. Har xil oddiy yozuvchilar o'qib turish kerak deb o'ylayman men. Shunaqa. Bu deylik o'sha mutolaa mavzusidan gap chiqdi. Men o'zim ham masalan kasbiy faoliyatim sabab mutolaa kamayib ketgan edi. Chunki tinimsiz ishlayman. O'zim o'qib tuzataman, tahrir qilaman, boshqa qilaman, muharrirlik qilaman va bu muharrirlik degani energiyani juda ko'p oladigan kasbda va mutolaa kamayib ketganini mana shu o'zim mutolaadan foydalanishni boshladim. Ilovadan hozir deylik o'zi kitob holatida bo'lsa, yostiqdagi kitob o'qishga erinishingiz mumkin. Lekin sog'lom turmush tarzi deymiz, piyoda yuraman deysiz. O'sha piyoda oddiy o'sha quloqchin taqib katta kitoblarni shu mutolaada o'qib qo'yapman. Bu siz aytganda faqat badiiy emas, boshqa yo'nalishdagi kitoblar ham ancha foyda beryapti va o'zingiz xursand ham bo'lasiz-da. Katta audio kitobga munosabat. Audio kitob qarab ketyapmiz. Eshitib turamiz-ku. Men boya gapingiz to'g'ri ekan, men Sharmani tarjima qildim. Juda ko'p fikrlar bugun aytilgandek gaplar 5-6 marta tarjima qilinish ekan, kitob bo'lib chiqdi-ku. Ko'p chiqdi. Shu tarjima jarayonida ko'p narsa olar ekanda. Audio kitob juda mashhur bo'lib ketdi. Men zo'rda hech qanday telefonda birga xalaqit bermaysiz. Katta yozuvchilarimiz yo'qotay audio kitobni deb aytdi-da, ya'ni yaxshi o'qisa, audio kitoblar bunga kerak emas. Lekin urg'uni to'g'ri qo'yib o'qisa juda ilmiy kitoblarni to'g'ri audio kitobda balki qiyindir, lekin ilmiy ommabop kitoblar yoki badiiy kitoblar, ayniqsa badiiy kitoblar orqasida o'sha musiqalari, shovqinlari bilan biz juda takror bo'lib ko'nikma shakllanishi kerak. Boshida ozroq qiyin bo'ldi o'zimda ham. Baribir qog'oz kitobga yetmaydi deb o'ylaysiz, lekin buni afzalligi ko'p ekan. Hatto tezroq eshitishingiz mumkin. O'zingiz o'qiganda hatto ichingizda bo'lsa ham o'qiysiz-da, uni ovozingiz chiqmasa ham ichingizda gapirib o'qiysiz kitobni. Bu sizni charchatadi, ma'lum bir vaqtdan keyin to'xtaysiz. Bunda unaqa narsa yo'q, siz eshitasiz. Faqat tinglovchi bo'lasiz. Keyin Abduqayim aka
mana Puankare hikoyasini yaqinda o'sha judayam mashhur, judayam tajribali Muhammadjon Xo'jayev dublyaj aktyoriga o'sha ovozlashtirdik, o'qib berdi. Judayam zo'r o'qibdi va Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sa'dullayev, senator bular marra e'lon qildi mutolaa ilovasida. Bu birgalikda kitob o'qish, jamoaviy kitob o'qish va marrada 10 mingdan ortiq yoshlar hozir bitta kitobni birgalashib o'qiyapti. Masalan, 13 daqiqadan to'g'ri kelyapti bir kunga. O'qib boryapti va juda ham hozir bu hikoyani bekorga biz tanlamadik, tahririyat o'sha o'tirib, chunki bugun yoshlar o'qish kerak bo'lgan, o'sha shu hayotda kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan muammo haqida yozilganda, o'sha yosh oila turmush qurgandan keyin shuni oldini olish maqsadida juda ham ommalashyapti. Avvalambor mana shu hikoya uchun sizga alohida rahmat aytib qolamiz. Chunki mutolaa ilovasini targ'ibotida ham juda ham qo'l keldi, mavzu nuqtai nazaridan ham. Shu ma'noda alohida rahmatimizni aytib qolamiz. Va do'stlar, mana 1 soatdan ko'proq gaplashdik. Menimcha bitta podkast bo'lsa shuncha bo'lardi. To'g'rimi? 2 soatlik ham podkast bo'laveradi, 3 soatlik ham bo'laveradi, lekin debochasiga boshiga bo'ladi. bo'ladi. Suhbat endi biz Abduqayum aka mana yana aytmoqchimizki, umuman adabiyot haqida bir faqat siyosat aralashtirmagan, bir boshqa mavzular aralashtirmagan holatda adabiy suhbat qiladigan davra ham kerak dedik va mutolaa jonli suhbat bo'lsa qancha fikrlar olish mumkin. Ko'p aytilmay qoldi vaqtimizni. sizga juda katta rahmat. Yo'q, vaqtni yaxshi o'tdi. Rahmat, xush kelibsizlar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Nasib.